Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlaringiz hozir quvvatli xayrli bo'lsin. Bugun bu o'zimniki hisobotimni bir ichiklar ko'rsatib qo'y dedim. Ba'zan o'zgarishlar bo'ldi, jiq emas. Kirimim yaxshi bo'ldi. Oldin hafta sizlar ko'rsatganda kirimim $900 kirim qilib kelgan. Hozir 2100 dollar bo'libdi. Ancaq degan $3000 chiqib, yana sal keyinigandi. Bu hafta kirim xeyli yaxshi bo'ldi. Hozir Square birinchiga chiqdi. Hozir $6000 chiqdi. O'zi men hech qanday qo'shmadim, yana 30 pay. O'zi o'rlab shu yerga chiqdi. Teladog ikkinchiga tushib qoldi. Chunki u xil tushib ketgan. Teladogmi xili yaxshi o'sdi bu hafta. Hozir Teladog 150 dollar chiqib qoldi. Antoine 130 dollar tushgan. Hozir 150 dollar chiqdi. JP Morgan joyida hech qanday o'zgarmadi. Microsoft shu cho'ng farq yo'q. Microsoft men uzun yillik olgan. Ham muqim, ham xatri oz. O'rlishim uchun meniki talab qilganimdek shu 20% atrofida o'rlaydi. Shopify'niki hozir shunday yaxshi davri. Shopify o'xshash yaxshi paylar, mushunga o'xshaydigan paylar shunday yaxshi o'rlatadi. Shopify va Kanadaniki Amazon dizaynlar bo'ldi. Ammo shu Amazon o'xshaydigan Shopify o'xshaydigan paylar shunday jiq hozir. Men yana qo'shib oldim. Ular ba'zilarim shunday yaxshi o'rlabdi. O'rlab bo'lganlarni oldim, yana chiqqanlarni oldim. Spotify o'rildi, lekin men uchun yana ziyon. Lekin Antoine yerdan xillam qaytib keldi. Ya'ni Google joyida 5% tek kirim. Palenti hozir 7% tek o'rlab bo'ldi. Men kirib ko'rsatib qo'yay. 4 yo'lda misli foyda, asli 5 yo'lga chiqqan. 10% tek foyda qilib bo'lgan menga. Lekin yana keyiniga ozroq qaytdi. Hozir bazı shunda yaxshi. Men average o'ttir hisobda 21.4 40 sent topdim. Hozir 23 dollarga chiqdi. Eng yuqori 30 dollarlarga chiqqan. Tesla yana azroq ham o'rildi. Jiq emas, 600 dollar chiqdi hozir. Lekin men uchun yana ziyon. Tattoo Chef men uchun eng yaxshi o'rlab bergani. Tattoo Chef men kirimim $800 $900 oz qolgan. Keyinda azroq yana qaytdi, lekin men uchun eng cho'ng pay qilgan paychaklardan birisi bu Shopify o'xshash. Zillow yana o'rlaydi. Menimcha me'yoriy 10% ning ish kerak. O'ttir va'dalik qilib o'ynashi mumkin. Agar yana davomli yaxshi o'rlabni qilsa, uzun muddat saqlasam shunday yaxshi pay. Faizini uzun muddat qoldim, ishti ko'rilmaydi, lekin hammamiz bilamiz hozir faizini. Men qurilmamni bir tanlash uchun O Realty Income shu o'ttir hisobdagi bu peshqadam klassik cho'ng pay qurilmamni tanlash uchun olgan. Facebook menimcha peshqadam pay kirmaydi. Bu meniki ko'z qarashimda shu Amazon, Google degandek o'ttir hisobdagi paylar kirdi. Ham kelgusim shunday yaxshi, ham qurilmalarni yaxshi tanishaydi xatirni. Microsoft o'xshash o'rlishim shunday yaxshi bo'ldi. O'zinglarni ko'rdinglar, bu turda $200 hozir $310, $320 chiqib qoldi. Davomli shunday 20% atrofida o'rlab berdi. Ham yaxshi pay. Ba'zan odamdek xabarlardan shu hukumatniki to'salg'i sotlarga uchrab sal-pal xatarlik hisoblanadi. Boshqalar qaraganda Google, Microsoftlar qaraganda, lekin yana hisoblar yana ishtiklam qaytib keldi. Men uchun shunday yaxshi pay. Twitterni masal pay qilsam hozir $60 atrofida. $80 $90 chiqsam setishim mumkin. O'zi setirgan bir payim. Airbnb'ni oldim. Bu bultur 12-oyda chiqqan. O'chada $90 chiqdi deb $180 chiqib bozorga. Shu zamonlar $200 chiqib ketgan. Anaki u bo'ldi bek o'sib ketdi bu deb. Men odatda yangi chiqqan paylarni bir yarim yillar ko'zladim. Hozir shu dal yarim yil bo'ldi. Ham davomli tushib $130 tushgan vaqtida oldim.
Menimcha hozir rasmiy chegaralar ochilgan vaqtlari Airbnb'ni uzun vaqtga saqlamoqchi. Dropbox mening o'ylamamdek yaxshi o'sib berdi, lekin boshqa texnik paylarga qaragan chog'da, kelgusi bor bunda paylarga qaragan chog'da bu texnik bakrak Google, Microsoft'larga o'xshash qurilmamniki xatarni yeb berdi. Menimcha buningmi kelgusi shunday yaxshi uzun vaqtga saqlasam bo'ldi. Barrick Gold demaslarga tunishtirgan oltin kanniki paychiki. Men buni azroq ziyon kelgusida yana uzoq vaqtga saqlayman. Uzoqmi emas, balkim 1-2 yil shu oltinniki bahsi xili o'rlab muqimlashgacha buni saqlashim mumkin. AMD bu yilgi bir mikro o'zaklik shirkat, Advanced Micro Device degan shirkat. Bu shu 10 necha mikro shirkatniki birsi. Amerikaniki hozir bizning ko'rilayotgan yaxshi shirkat, bulturmi shunda bak o'rilgan. Hozir shu necha shirkatlardan hamsidan men 6 shirkatni chiqarib, hech qaysini tanlab bo'lmay, oxiri men shu Tayvanniki TSM degan shirkatni olaman deb, mau nimada e'tiborda olmadim. Uqmadim nima uchun? Necha kun shunda udasindim, lekin yana olmadim. Oxirida shu birsi Nvidia'dan, anaki AMD ikkisidan qarab AMD'ni tanladim. Chunki Nvidia ham shunda yaxshi pay. Balkim AMD'dan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ba'zan sal yuqori ko'rdim. Shuni AMD'ga fursat berdim. Shunda bu qoldi. Hamda yana birsi Coin davomli, ya'ni bir mezgil tutib turishi mumkin. Qarab baqma ahvoliga. Bu yangi paychek. Hem ishtik avvaldim, hem bazı xillam tushgan vaqtida. Yana tushgan bo'lsa, yana menga azroq ziyon. 10 tanlam oldim. Lekin mushu paychek sohasiga amaliyotda bir yangi xildagi bir pay. Shunga ishtik avvaldim. Agar boshqa shirkatlar o'xshash mahsulotliq bunda pay bo'lgan bo'lsa, balki men bir mezgil qarab turishim mumkin. Lekin hozir men shu shifrli pullarniki bir davri. Shunga buni oldim. Asli men yana bir paychekni olmoqchidim. Voyager shu coin o'xshash, shu Bitcoin, Robinhood o'xshash, shu shifrli pul, paychek, bu hamma narsalarni ilib sotilgan sayfalik bir paychek. Ham uniki daftar qarsam shunday yaxshi, 1600%lik o'sishi bor deb ko'rgan, 16 asrlik coin shunday yaxshi. Aslında ben Voyager'ni almıştım. Voyager hem azan, $19-20. Manada o nasıl azan. Lekin onu mu e'tiborda alamadım. Şunaqa onu o'rniga deb coin aldım. Lekin xatirimni yana biza tangshay deb Avi'ni aldım. Avi bir tibobatlik yaxshi shirkat. Men degan bu kelgusi sohalarda, bir necha sohalarda shunday yaxshi disruptive innovation tarafda shu tibobatlik sohasi bor, shuni Teladoc bor. Avi Teladoc sal-pal o'xshamaydi, ham cho'ng shirkat bu. Sal peshqadam. Shuninga bu xatarni yeyish uchun bo'lsa-mu, bu Avi'ni oldim. Chunki yana Avi'ni yaqinda Warren Buffett oldi, aniki yog'ochxonam oldi. Yog'ochxonamning hozir nimalari shunda yaxshi tanishilyapti. Paychaklari, qurilmalari, shu yangi paychaklar yana shunda jiq, lekin ba'zan shunda peshqadam paylanib olyapti. Ham shu o'ziniki yangidan chiqargan shu qurilmasi Arc X ni shunda bak tanishdi hozir yaqinda. Corsair Gaming sizlar bilsizlar, lekin bu meni o'ylanimdek yaxshi o'smamdi. Lekin menimcha buni yana ustidan yeri bor. Shu 1-2 xulosagacha ham buniki daftarni men qaytadan tekshirdim yaqinda. Daftarda hech qanday chatoq yo'q. Shunday yaxshi sog'lom. Shunaqa men buni davomli tutmoqchi. Compound degan shu yana bir maslak degan Shopify, Amazon o'xshagan yana bir yangidan chiqqan shirkat. Kelgusi shunday yaxshi, ham shunday ishtik o'rlayotdi. Balkim rasmiy portlab o'rlaydigan yeriga kelguncha shu Amazon, Shopify'larga o'xshash, uniga yana 1-2 yil vaqt ketishi mumkin, lekin men buni uzun vaqtliqqa saqlamoqchi. Cho'ng xatir bor, cho'ng kirim qila oladi, shunga o'xshash shirkat. Yani da meşhur yağışkının bakamrak 3D printing agar bu san 90lar kelgusi shunda parlaq buniki
Shunga buni men olib qo'ydim. Eng yuqori 20% o'rlagan, lekin keyin yana tushib ketdi. Doge bilan Ethereumni masalan tunishtirib qo'ygan, undan keyin hech qanday o'zgarish qilmadim. Faqat Bitcoin'ni olgandim, $500 uni sotib men Ethereumdan $1500 olgan. Keyin ozroq o'sgan vaqtida $1000'likni sotib hozir bu ikkisi menga cho'ng ziyon olib keldi. Ikkisi qo'shilib $400'dan jiqroq ziyon nim qildi, lekin qurilmam har taraflardan tanishilgachga unchalar cho'ng ziyon bo'lmadi. Men bu sohaga unchalar cho'ng olmadim. Bu menimsi yolg'on pul. Men o'zimning rost pul shaxsiy hisobimda bularni olib dedi. Hozir bular ravurus tushyotdi. Menimcha yana tushadigan yeri bor. Ravurus tushgan chog'da men o'zim balkim yana o'ylashib elishim mumkin. Bugungi tunishtirishlar o'shancha tushyapsan, boshqa cho'ng o'zgarish yo'q. Qolgan sohalarda hammasi shunday yaxshi apti bo'ldi. Har taraflarda yaxshi o'sdi. Birisi bu o'sgandan keyin bir sababi menimcha shu Amerika dollarining tushishi yaqinda shunday haftada shunday bak tushdi. Keyin men o'zimga sal tanqishlash uchun ba'zan paylarimni sotyapman, kichik paylarimni. Sal pay qoldirni. Andan keyin shu paychaklarim bekchaqlab ketdi. Men faqat kontrol qilamadim, chunki bu yangi paylar shunda odamni qiziqtirib og'iz o'tdi. Hozir bir 20 nechtadek paychakim bo'lib ketdi. Buni men sizlarga 15-tinchi qaytmayman degan. Bir hisobda o'zim shu sizlarni qanday yaxshi kontrol qilishni o'rgansin deb shunday nim qilgan. Lekin agar jiqlab ketsam, uniki yaxshi yerim bor. Uni yaxshi yeri shu yangi paylarniki portlab o'sadigan nisbati texnik cho'ngroq bo'ldi. Hozir 24 pay bo'libdi. Menimcha men o'zim yaxshi kontrol qila olaman. Az tutganniki az tarafi bor, az yaxshi tarafi bor. Ya'ni shu o'zingizni markazlashtirib, ashnachi paylar markazlashtirib nim qila olasiz. Hamma hisobotlarni ko'rib degandek, shu bir sohadagi bir yillam yaxshi paylarni ilib qilsangiz bo'ldi. Masalan, shu Shopify bor menda, undan keyin men yana olgan Coupang bor. Undan keyin shunga o'xshash masalan JP Morgan ma'muriyati bankadorlik pul munosabati Square shu bu ikkisi bir soha. Lekin birisi peshqadam, birisi yangi paychak. Teladoc bilan nima Avi ikkisi bir soha. Hamma shunga o'xshash bir sohalik bo'lib qolsa, masalan chalnim bo'lib qoldi. Masalan, men Airbnb bilan Coase ikkisi bir sohaga kirish mumkin, kirmasligi mumkin. Bu ikkisi ko'ngil ochilgan soha, lekin birisi elektronlik, birisi elektronsiz. Masalan, men viruslar bo'lib qolsa, lekin birisiga ta'sir qildi, birisiga ta'sir qilmaydi. O'xshamagan soha bo'lsa yaxshi. Aniki uy mulk sohasiniki men Oba menda Zilon bor, birisi peshqadam, birisi yangi. Mushtaq ba'zan chalib mushtaq qilib qo'yman. Lekin o'zingiz yaxshi qarab, ikkisidan birini tanlasangiz bo'ldi. Meniki ba'zan setayotgan paychaklarim bor, sizlarga deb berdim. Twitter, Spotify, Tesla'ni balkim o'ylashyapman, balkim setayotishim mumkin, balkim yana qarab yil oxirigacha yana qarashim mumkin. Chunki hozir men ko'ni qildiki, men avtomobil shirkatlarniki, men elektron sohasida shunday yaxshi o'rlashlar bor. Shularning fursatlarim kelishi mumkin, masalan Volkswagen, Ford degandek ularga qarashim mumkin. Andan keyin yana sotadiganlarim coinni balkim o'ylashmay, baklamishlik o'ylab kelsa, balkim setishim mumkin. Zillow mushlar. Agar qurilmam tanishilib baklam mudofaa bo'lib qolsa-mu, balkim cho'ng paylardan nechasini setishim mumkin. Yaxshi tanishib, vaziyat qarab tanishishim mumkin. Mishaga cho'sin. Rahmat. Kelajak soni ko'rishaylik. Allohga emanet.